Assalomu alaykum aziz baliqchi aka-ukalar. Baliqchilik mavsumi hammaga barakatli kelsin. Hozirgi kunda baliqlarda juda ham keskin o'zgarishlar yuzaga kelyapti. Sabab mavsum har yilga qaraganda 1 oy, 1,5 oy erta boshlangan. Baliqlar tanasida klapa bosib ketishi, bir xilgina kana bosib ketdi deydi. Jabrini nekroz, suvda ifloslanishi, krasnuxa, ushbu holatlar juda ham rivojlanib, avj olib ketyapti. Mana shu holatlar bo'yicha yechim, dori-darmon kerak bo'ladigan bo'lsa, bizning xitoylik olimlarimiz 100 grammlik idishda suyuq dori tayyorlab beradi. Olimlarimiz ushbu dori 100 gram idishdagi dorimiz 1 gektar atrofida yetadi. Qanday holatda ko'l 1 gektar hisoblanadi? Atrofi 1 gektar, chuqurligi 1 metr bo'lsa, bu 1 gektarlik havza hisoblanadi. 2 metr bo'lsa, 2 gektarlik havzaga o'tib ketadi. Ya'ni suvda obyomi hisobga olingan holatlarda. Ushbu dorilar kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, 100 gram 230 ming so'm atrofida bemalol murojaat qilinglar. Shunaqangi holatlar sizda yuzaga keladigan bo'lsa, bizga o'rtada tadbirkor qiladigan, ya'ni dorini ustidan pul ishlaydigan odamlar umuman kerak emas. Bu to'g'ridan-to'g'ri dehqonga yordam sifatida beriladigan narsalar. Bu biznes tariqasida emas, baliqchilarga yordam berish, rivojlantirish maqsadida biz bular qo'limizdan kelgan ilmimizni bermoqchimiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Video ostida nomer qolgizamiz. Baliqchi aka-ukalarimizga hammasiga mavsum barakatli kelsin, baliqlari kasal bo'lmasin, doimiy vaqtida profilaktik ishlarini, ohak sepishlarini amalga oshirib turasizlar. Sog' bo'linglar, yordamimiz tegsa agar xursand bo'lamiz.